Xudo xolasa 4-dekabrda ekib bo'ldik. Bugungi sanamiz 5-dekabr. Xudo xolasa ko'chatlarimiz umumiy ko'rishi a'lo darajada yaxshi, mana chiroyli yashnab ancha o'zlarini tutib oldi. Shu o'zi yosh ko'chat nisbatan o'zini ancha o'ng'arilib olishi tez bo'ladi. Balki shu sabablimi ko'chatlarimiz ancha o'zini o'ng'arib oldi. Endi bugungi qiladigan eng muhim ishlarimizdan bittasi tagiga suv quyib chiqishimiz kerak. Kecham bo'lib ketdi, quyib ham chiqolmadik. Mana shunday ko'rinishda bo'ldi. Xudo xolasa bugunni endi suv berishni boshlaymiz. Ko'chatlarimizni biz ekadiganida mana shunday bo'g'zigacha ko'mmagan holda ekib chiqqanmiz. Chunki hozir o'zi bulutli kunlar juda ham ko'p bo'ladi, ham havo sovuq paytligi uchun issiq nisbatan pastga o'tmaydi. Faqat mana shu yerda betida bir 5 sant, 2 santlari issiq bo'lishi mumkin xolos. Shu sababli o'zi yozda ekilgan payti ham bunaqa bo'g'zigacha ko'milmaydi, faqat ochiq maydonga bo'lishi mumkin. Issiqxonada hech ham ekilmaydi, chunki mana bu yerdan bo'g'zidan chirish kasalliklari rivojlanib ketishi mumkin. Shu sababli biz ham xuddi har yili qilayotgan stilimizni qildik va bo'g'zidan emas, mana shu tuproq ko'rinayotgan darajada shu yer bilan tekis holatda ekib chiqdik. Yana bitta muhim jihat, mana shunday biz katak holatda ekkanmiz, mana ko'rib turibsizlar. Bu esa juda ham effekt yaxshi bo'ladi. Havo aynalishini oldini juda ham ko'p oladi. Mana shunday holatda. Keyin biz har yili mana shu turbadan bir 20 sant, 25 sant olib qochib ekardik. Bu safar 10 sant olib qochib ekdik xolos. Sababi birinchidan turbadan issiqlik chiqqanda ko'chatlarga yaxshi yetib boradi, issiq bo'ladi. Ikkinchidan dugani o'raganimizda ham xalaqit bermaydi simlarimizga va biz ko'chatimiz ancha o'sgandan keyin bir mana shu yana 10 santimetr yotqizamiz. Bu esa yana ham agar agrovolokno tagida ko'proq va mevalari tepada emas, aynan pastroqda bo'lishligini ta'minlaydi. Shu maqsadda biz har yil ekkanimizdan stilimizdan boshqacharoq qildik. Yana buni zo'r tomonlaridan bittasi shuki, agar yana bodring ekadigan bo'lsam, bodringni bekka ekaman. Bekka ekkanimizda bodringni nimasi bu yerda ozuqa ko'p bo'ladi. Shuning uchun shu stilda qo'lladik. Har bitta ko'chatimizni 40 santimetrga ekkanmiz. Agar bunaqasini nima qiladigan bo'lsak, bir 50 santimetrga to'g'ri keladi. Ikkita ko'chatning orasi yotqizganimizda. Ikkita ko'chatning orasi hozirda 40 santimetr. Bunisi agar nima bo'layotgan bo'lsa 30 santimetr tashkil etadi bir-biriga, agar razmeri qiziq bo'lsa sizlarga. Bugungi kechqurunni esa bilasizlar, ko'chat yoshlik paytida juda ham issiq, yaxshi kerak bo'ladi. Shu sababli biz ko'chatlarimizni 15-16 gradusda olib chiqdik. Hozirgi paytda esa soat 9-10 bo'lib qolyapti. Katyolimizni issiq suvni biz ko'chatlarimizni beradigan suvimizga quyganlik sababli hozircha katyolni o'chirdik. Endi xudo xolasa hozir suvlarni quyib bo'lsak, yana katyolimiz suv to'ldirib vaziyatga qaraymiz. Bugun yomg'ir yog'adi degan Qo'qonda, balki yomg'ir yog'ib qolishi ham mumkin. Sal iliqroq tutamiz. Yo bo'lmasa agrovoloknolarni olib kelib yopib tashlayman, turaveradi. Agrovoloknoni yopishga vaqtimiz bo'lmadi. Xudo xolasa bugun yopadigan bo'lsak, uzil-kesil agrovoloknimiz 3 kun, 4 kun umuman ochilmaydi. Faqat nimani ichida turadi. Chunki bunga umuman quyosh nuri kerak emas. Bu faqat o'zini tiklab olishga va tomir rivojlanishi kerak. Bunga faqat issiq kerak. Hozirgi holatida. Xudo xolasa 3-4 kundan keyin asta-sekin olganimizdan olib tashab, kunduzi ochib, kechqurun nima qilib foydalanishimiz mumkin. Agar quyoshli bo'lib qolsa, balki ochishim ham mumkin, ochmasligim ham mumkin. Shu biz Andijonga ko'chatga borganimizda mana shunday simlardan ham olib keldik. Bu simimiz uzunligi 2.10 bo'lar ekan, adashmasam. Razmeri bir 3lik simga razmerida. Mana shuni duga qilib o'raymiz. Donasini 2000 so'mdan oldik. Buni har xil razmerlari bor ekan, 280, 3 metrligi ham bor ekan. Qaysi biri sizlarga kerak bo'lsa, ma'qul kelganini olib kelaverasizlar. Mana taydan quygan suvimiz iliq holatda, mana pari ham chiqib turibdi.
mana shunday ko'rinishda bo'ldi. Bunga bir 10 gram bo'lsa bir 20 gramcha temir qo'shib yubordim. Kilosini 1 tonna suvga 700 gram qilib monofosfat kaliy va 1 tonna suvga yarim kilo hisobida magniy qo'shdim va yantarniy kislota. Mana shuni qo'shdik. Yantarniy kislota bilasizlar, qishda juda ham foydasi bo'ladi, chunki tanani qizdirib, stressdan chiqishiga yordam beradi. Shu sababli ham o'g'itlarni yaxshi rivojlanishini, yaxshi erishini ta'minlab beradi yantarniy kislota. Shu sababli bir dona yantarniy kislota shularni qo'shib tayyorladik. Endi buni esa ko'chatlarimizga sekin quyib chiqishni boshlaymiz, xudo xolasa. Agar mana shu sonani yarmini hisob qilayotgan bo'lsa, mana shu yarmiga ketsa 500 yarim litrdan xudo xolasa tegadigan suv bo'ladi. Vaziyatga qarayman, agar nitaydigan nami o'zi yetarli bo'ladigan bo'lsa, agar bermayman, yo bo'lmasa yana berib chiqaman. Shu mo'jalim 1 litrgacha olib borish. Buni vaziyatga qaraymiz, xudo xolasa. Tomchilash shilanglar yordamida bermadim, chunki orasidagi nimalar tushib, juda ham bir zak ko'payib ketishini ta'minlaydi, chunki qish endi boshlandi. Shuning uchun o'ylab shoshilmasdan jicha mehnat bo'lsa ham shu tagiga quyib chiqishlikni niyat qildim, xudo xolasa. Mana xudo xolasa quyib chiqishni ham boshladik. Mana bunday stakanimiz 250 gram tashkil etadi. Mana shunday qilib ko'chatlarimiz tagiga quyib chiqamiz. Mana shunday quyib chiqsak ham menimcha ancha eltar ekan. Ikkitadan quyayotgan bo'lsak, yetib ortar ekan. Hozir qish kunida o'zi nam bor. Agar ko'ramiz, vaziyatga qarab yana quyveramiz. Mana shunday qilib quyib chiqamiz. Xudo xolasa bizni kanalimizni kuzatib boring. Bizni kanalimizga obuna bo'ling. Xudo xolasa bu qanday hosilga yetadi, qanday o'g'itlar, qanday rivojlantirishlarimizni hammasini birgalikda xudo xolasa katta qilamiz bu pomidorimizni. Bizni kanalimizga obuna bo'lib qoling. Hali bu boshlanishi. Biz hech kimga aql o'rgatishlikni xohlamaymiz.